Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Hozir men sizlarga Uyg'ur an'anaviy taomlaridan bo'lgan samsining tayyorlash usuli va asos materiallarini tanishtirib o'tmoqchiman. Asos materiallardan un 1 kilogram, suv 8 gram, qo'yning lo'q go'shti 500 gram, bir dona tuxum, bir bosh piyoz, tuz, oqmut, zira, qarmosh qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz oldi bilan xamirni qurib olaylik. Bundan o'ttirni ichib, bu bir dona tuxumni chiqib olamiz. Tuzdan 3 bal qo'shib solamiz. Orqadan suvning yarim qismini qo'yib aralashtirib olamiz. Tuzni va tuxumni tash aralashtirib, tuzni eritib olamiz. Samsiga xamirni odat xamirlardan sal chinoq yo'ramiz. Bu xamirmi tayyor bo'lib qoldi. Ustini yeb qo'yaylik. Endi qiymaning go'shtini nihoyatda ushoq to'g'rab olamiz. Ushoq to'g'rab olsak, siz pishadi. Go'shtni ushoq to'g'raymiz. Go'shtni to'g'rab olgandan keyin piyozni yaproqcha to'g'rab olib, orqadan ushoq chanaymiz. Biz endi bu samsining qiymasini jubib olaylik. Tuzdan 1 bal qo'shiq, oqmush 1 bal qo'shiq, qarmush yarim bal qo'shiq, zira yarim bal qo'shiq, darmaklarni piyozga aralashtirib olamiz. Orqadan bu samsini sho'rpliq chiqish uchun biroz suv quyib olaylik. Biz endi bu xamirni pilt qilib uzib olaylik. Samsining xamirini yong'oqlik uzimiz. Bu xamirni zo'lqib tovlab olaylik. Endi jiletni yechib olaylik. Jiletni ochganda tuzniki bir tarafini besib, pishtirib, orqaga tortganda yana bir tarafini besib tortamiz. Bu jilet o'zligidan piqirab ichildi. Jiletni ichib oldik. Endi samsining qatlash usulini ko'rsatmoqchi. Qo'lni suvda biroz namlab jilitning oldiga solamiz. Orqadan qo'llar mandab turamiz. Bir bosimiz. Besishlik maqsad bu yerni nam qilib, orqa tarafni chaplagan vaqtda pishiq chaplashtirish uchun. Ya'ni bu ikki tarafni nam qo'ldan namdab ikki burchigini yig'ib qatlaymiz. Shundoq qilganda bu samsidan yalqash etmay yaxshi ko'pib chiqadi. Samsining 5 burchak qatlash usuli. Oldindan matrabni besib, orqani mandaq qilib, ikki tarafini namdab yig'ib qatlasak, bu samsa 5 burchak tutib chiqdi. Endi 6 burchak usuli. 6 burchak usuli deganimiz oldiga 2 burchak qo'lni mandaq qilib tatlaq chiqaramiz. Bir bosimiz. Keyin tarafini yepib chaplaymiz.
kichiklarni namdab unda qatılsak bu samsa 6 burjak qatlanib chiqdi. 4 burjak qatlash usuli. Kiyimini silib, uchini bir qatlab, orqani unda qatlab, kichiklarni namdab bosqandan keyin 4 burjak usuli chiqdi. Hamda samsini duxovkaga solib olaylik. Siz bu samsini duxovkaniga qiziq nisbati 200 gradusga chiqqan vaqtda andin siling. Bo'lmasa sams ko'pmay tetrang'i chiqib oladi. Ostini maylab olamiz. Chunki ostini maylab olmasak, listni ostiga tutib oladi. Andin samsining yuzini suv bilan namlab olamiz. Namlab olsak, samsa paqroq chiqadi. Endi samsini saldoq. Yaptık. Samsa pishqichorlikda biz bu taksiga bizib olaydi. Taksiga karabsha ko'kini bizab, o'ttirga qizil turp bilan sho'x sanchib tayyorlangan gulni qondirsak, bu samsa ko'rkam ko'rindi. Samsini bu gül bizilgan taksining atrofiga ratlik tizib olaydi. Samsa Uyg'urlarning tarixiy eng uzun taomlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bedenge ko'pchilik aksiyasi yo'q. Chunki bu samsni tunur bilan o't qoqlash orqali tushirib chiqarilgan. Biz hozirgi zamonda uyda qolaylik bo'lish uchun bu duxovka bilan tushirib tayyorladik. Siz oilada yuqorida ko'rsatilgan bo'yicha tayyorlab iste'mol qilsangiz bo'laveradi.